Hop, mana hoji akalar, sizlardan salon qismida ishlashlarini ko'rsatib o'taman hozir. Mana patologimizni pardasi, bukimizni, ya'ni hop, ishlashlarini ko'rdinglar. Endi lyuk qismimizga o'tamiz. Ishlash holatlari. Nima deyapti? Qaytishi. Yopilishi. Pardamiz. Qanday? İşte endi shu yerga yurakcha bosib borasizlar endi. Mana, bunisini aytib o'tmabman-ku mana. Oha. Nima yopaverasizlar-da keyin? Güzel. Bo'ldi, to'xta. Mana plafonlarimizni bosib turmaymiz. Shunday bosamiz, mana qo'yib yubordik, o'zi kelaveradi. Shunday bosib qo'ysangiz yana ochilaveradi. Bo'ldi, to'xtadik. Shuni lyukni bosib qo'yamiz. Mana ochilib, osmonni tomosha qilib ketaverasizlar endi. Jentraminga akalar. Ana hop, alhamdulillah. Mana yana bitta ishimiz tugadi. Ham egalariga chiroyli qilib topshirib olsak, esalamo yo'qadi degan umiddamiz. Inshaalloh. Alloh har bir bandani yuzini yoriq qilib, halol rizq topishlikni nasib qilsin. Plafonlarimiz. Shunaqa endi hoji akalar. Tugatdik syomkani. Kim nima desa desin, puli bor jentra olib minsin deydi-yu. Abi jentra boshqacha mashinada. Nima deb qo'ydim? O'zim jentra mingan kishi bo'lib.